Toshkentning markazida joylashgan, ya'ni Oybek metrodan chiqishimiz bilan Huawei zdaniyasining oldida sotilayotgan narx 5 xonali kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Xonadorimizga kirishimiz bilan bu yoqda koridorimiz. Koridordan shunday o'ng qo'lda bu yoqda katta zal. Ko'rishingiz mumkin. Zalning o'lchamlari 7 metrga uzunligi, eniga 5. Bu yoqdan katta oynamiz bor, ko'chaga qaragan. Koridorimizda shunday bu yoq qismida ota-ona uchun mo'ljallangan spalni, ya'ni yotoqxonamiz bor. Bu yerda konditsioner, hammasi, televizorga shart-sharoitlar bor. Ko'chaga qaragan derazamiz ham bor, havo aylanishiga. Va bu yoqda sanuzel, ya'ni dush, hojatxona hammasi joy-joyida. Kelajakda agar plan qo'yib yubormamki, eshik qo'yib yuborsanglar, zo'r bo'ladi. Va gostivoy, ya'ni mehmonlar uchun ham bu yoqda hojatxonamiz mo'ljallangan. Bu xonamiz mehmonlar uchun mo'ljallangan, ya'ni yotoqxona hisoblanadi. Va bu tarafda koridorimizda shuni to'g'riga o'tganda va yana bu yerda xohlasangiz zal hisobida, xohlasangiz yana spalni, ya'ni yotoqxona qilib ishlatishingiz mumkin. Shkaf, ya'ni hammasi konditsionerlar joy-joyida. Bu yoqda ham eng plyus tarafi deraza bor. Ko'chaga shuni ochib qo'yib, havo aylanishiga, ya'ni sirkulyatsiyaga zo'r mo'shni qilib planirovka qilingan. Bu xonamiz, ya'ni yosh bolalar uchun mo'ljallangan detskiy xona hisoblanadi. Shunda chiqishimiz bilan koridor va tashqariga chiqib ketiladi. Derazalar, shart-sharoitlar hammasi bu yoqda o'ng qo'lda, ya'ni oshxonada mo'ljallangan, bu yerda kir moshina hammasi bor. Mebel texnikalar va undan keyin o'sha osh-ovqat, choy hammasini ichib bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Va bu yoqda havo, toza havoga yana mana bu derazalarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Ko'chaga qaragan, havo aylanishi va shu zo'r bu yerda. Faqat bosaveradigan joyi harakat qilib olib qolinglar. Narxiga keladigan bo'lsak, bu yer Mirobod sentr, ya'ni Oybek metroning oldida shundoq narxini talashib tortishib gaplashdik egasi bilan, ular aytibdilar, shunaqa deb tushuntirdi. 185 mingga beraveramiz deyaptilar. Endi yana kelishadigan joyi bo'lsa, uni kelishish mumkin. Faqat telefon qilib bosib olinglar. Sog' bo'linglar.